anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin. Hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Anglaguvchi bo'lsa yaxshi ko'ngil sirin. Hayo yongan nigohlarda dil yashirin. Ayriliqdan bezib ketgan oshiq yurak sado berar. Didor shirin, didor shirin, didor shirin. Farzand yo'lin qarab qolgan onalardan, bahorini kutayotgan lolalardan. Farzand yo'lin qarab qolgan onalardan, bahorini kutayotgan lolalardan. Yorni deya yurak bag'ri qoralardan so'rang deydi. Didor shirin, didor shirin, didor shirin. Pinhon yotar qancha inson. Hayot asli g'animatdir ey tirik jon. Tuproq aro pinhon yotar qancha inson. Hayot asli g'animatdir ey tirik jon. Chin misoldan umidvordir ahli iymon. Xabar kelar. Didor shirin, didor shirin, didor shirin. Didor shirin, didor shirin. Ayol taqdir deydi turmushning yuki. Mehrini ulashib yashaydi lekin, yuzlari chiroyli bo'lmasin lekin, yuragi chiroyli ayolni seving. Bog'boni siylasa xunchalar kular. Kimga yarashmabdi nozlar, kulgular, lab chetiga holni qo'ndirsa ular. Yuragi chiroyli ayolni seving. Assalomu alaykum. Nazar Sinema taqdim etadi. Aziz do'stlar, bugun biz Kanima ehtimolidagi muhtasham koshonalardan biri Asel to'ylar maskanidamiz. Bugungi to'yimizning eng asosiy qahramonlaridan biri Umarovlar xonadonining eng aziz qirolichasi Oydin ayamizning 75 yosh tavallud ayyomi. Barchangizni Telegram yo'liga mahkamroq o'tirib olishga chorlab qolamiz. Barchangizga to'ylar muborak azizlar. Hamisha o'ynang, kuling, to'y qiling. Biz xizmatda bo'laylik. Assalomu alaykum barchaga quyoshli o'lkamning farishtali insonlar. Bugungi tantanaga tashrif buyurgan hurmatli xonalar va janoblar, bugungi tantanamizga xush kelibsiz. Aziz va muhtaram do'stlar,
do'stlar, bugungi tantanali marosim shahrimizdagi muhtasham ko'shonalardan biri Asil to'ylar maskanida ko'tarinki bir a'lo kayfiyat ila davom etmoqda. Kechamizning eng aziz insonlari sanalgan Umarovlar xonadonida katta to'y shodiyonasi azizlar. Bugungi shodiyonamizning eng asl sababchilari sanalgan Oydin ayamizning 75 yosh tavallud ayyomlari. Agar qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, chiroyli qarsaklar bilan eng aziz onajonimizni qutlab qo'ying azizlar. Qani nechchasiga bitta qarsak bo'lsa, ko'z tegmasin azizlar. Hamma kayfiyat zo'r, mana shu a'lo kayfiyat sizlarga to'y davomida tark etmasin deymiz. Bugun eng yaxshi niyatlarimiz, eng yaxshi tilaklarimiz aziz onajonimizga atalgan. Hurmatli do'stlar, albatta bugungi shodiyonamizni ochib berish uchun so'z navbati kechamizning eng aziz insoni sanalgan, bugun yaxshi bir niyatlari bilan tashrif buyurgan qadrdon odamimiz, qadrdon insonimiz Saidov Ibrohim odamimizga so'z navbatini beramiz. Marhamat, keling aziz onajon, bugungi yaxshi bir niyatdagi to'y debochasini ochib berishingizni so'rab qolgan. Mana bugün yangamizning 75 yoshi ekan. Yoshlar muborak bo'lsin. Davramizni ochish oldidan sizlardan iltimos qilmoqchi edik. Biz shu darajagacha kelganga, shu darajaga yetgancha bizga xizmat qilgan ota-onalarimiz bor, opa-singillarimiz bor, akalarimiz bor. Shularning arvohiga bir ozroq rahmat bo'lsak, ta'ziya bildirsak qanday bo'ladi? Davramiz ochilsa. Buna Rambo ukamizda otasi bor edi, onasi, akasi, ukalari, opalari bor. Shularga tog'amizni Umar tog'am, Gulal yangam, Salamat Mama, To'lg'on tog'am, xo'sh. Gulnara singillarning arvohlari shod bo'lsin. Shukr. Hammalar tizada iltimosim. Hamma o'rnidan to'xtab 1 minut o'tkazsak. Rahmat. Hurmatli aziz mehmonlar, o'tgan insonlarimizdan xotirlab o'rnimizdan turib bir daqiqalik sukut saqlashligingizni so'ragan bo'lardik. Rahmat. O'tgan insonlarimizda joylari jannatda bo'lsin deymiz. Qolgan umrlarni, qolgan fayz amallarni aziz farzandlariga nasib bo'lsin aylasin. Ya 85 yosh, 75 yoshni qutlug' bo'lsin. Xudoyimdan qancha umr bersa sog'lik bo'lsin. Endi men 20 yosh yana qo'shib tabriklayman. Undan u yog'iga ziyarat qiladi. Men ham qizlarga qolishim mumkin. 95 dan ortiq qiladi. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Har doim o'ynab ko'rib, topgan kunlaringiz, farzandlaringizni yaxshi kunlarga bersin. Hurmatli mehmonlar, oldimga qo'ygan astronomlar ochib, davramizni ochib, olib yeb o'tiringlar. Yana bitta iltimosim bor edi. Biz endi ko'p davrlarda ko'ramiz, mehmonlar hozir choy ichgandan keyin ovqat yegandan ketib qoladi. Lekin shu oldindan shu mehmonlardan hamma ikkalasida bir to'yga fatvo olsak-da, keyin davramiz davom ettirsa qanday bo'ladi o'g'illar? Oqsoqol bir fatvo bering siz. Mehmonjonlar, xudolar, mana bugun bu to'yxonada shunaqa bir shodlik, shodiyona, xursandlik kun. Mana shu xudomizni 75 yoshlari bilan barakot etaman. Mana jiyanimiz Salobiran mana shu qaynonasini oldiga xizmat qilib yuribdi. Bunga uzoq umr, salomatlik, ana shunday ulug' xonadonlarni, ulug' yoshdagi kishilarni e'zozlab, hurmatini joyiga qo'yib
ana shunday xizmatlar qilsa Alloh taolo katta savoblarni yozadi, ajr savoblarni beradi. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin deyman. Hamma shunday 75 yoshga ana shunday bir kelinlarim rashak to'ylariga Alloh yetkazsin. Bitta she'r o'qiyman, hadisa rais bo'l mumkinmi? Hammani ham sochlariga oq tushsin, ajin tushsin, yuzlariga dog' tushsin. Hammani ham quvvat etib belidan, qo'llariga asobi tayoq tushsin. Iymoni pok, yuzga kirib yorug' yuz, to'ylar qilib yelkasidan tog' tushsin deb yaxshi niyat qildim. Yana bir bor muborak bo'lsin. Bitta diniy duo ham bersak maylimi? Diniy duo qilib bersak. Azizlar, hammaning ezgu ishlariga ular yor madadkor yordamchi bo'lsin. Shunday bir yaxshi duo qilamiz. Hammani ham hayoti davomida Ka'ba ziyorati, Qur'on tilovati, duo ijobati, iymon halovati, til salovati, aql shijoati, oxirat farog'ati, tan salomatligini Alloh hammamizga nasib etsin. Ana shu to'ylarni doim hamma xonadonda nasib etsin. Sog' bo'ling sizlarga. Amin. Amin. Selamat olsun. Rahmat. Rahmat azizlar. Bugungi tantanali marosim ochiqni e'lon qilindi. Bugungi to'y dasturxoniga qo'yilgan nozu ne'matlardan bemalol tanovvul qilib o'tirishingizni so'ragan bo'lardik. Aziz va muhtaram do'stlar, bugungi eng aziz onajonimizga atalgan chiroyli to'y marosimi boshlanmoqda. Barchangizga yorqin niyatlar muborak azizlar. Bugungi to'yimiz yaxshi kunlar, yaxshi dildorlar bilan muborak bo'lsin deymiz. Keling qadrdonlar, bugun xizmat qilayotgan jamoani sizga yaqindan tanishtirib o'tsak, oqshom tantanasi shahrimizdagi muhtasham ko'shovlardan biri asl to'ylar maskarasi mehmonlarimizni qabul qilishda davom etmoqda. Qolaversa kechamizni tasvirga ko'rishda yaqindan yordam berayotgan Nazar Sinema Video Studiosi operatorlari hamda kechamizning shoboz xonandasi Qadimiy restoranasining yorqin vakili Husan Baraliyev boshchiligidagi san'atkorlar jamoasi xizmatlaringizda. Barchangizga to'ylar muborak azizlar. Salomat bo'ling. Naz benim bağrı bir gün şöyle kulağlasam aşkım muhabbetim oturacağım sana bakanday var senin gözlerin
bo'linglar azizlar. Bugun tantana yaxshi bir niyatlar barchangizga. Rahmat. Salomat bo'linglar azizlar. To'yxona o'zgina kichkina azizlar. Barchangizga uzr so'raymiz, mehmonlarimiz juda ham ko'p. Bugun yaxshi bir niyatlar, agar tik joy xohlayotgan bo'lsak, marhamat uyga mazza qilib o'tirishimiz mumkin. Uyga borib, konditsioner jon yoqib, televizor jon yoqib, Wi-Fi da mazamni o'tirsak bo'ladi, lekin to'y bugun yaxshi bir niyatlar bilan yozilgan dasturxon azizlar. Sal anchalik qilmasdan mazza qilib o'tiraylik. Keling, qadrdonlar, tabriklarimiz bilan qutlaymiz sahifasini yaxshi bir niyatlar bilan davom etamiz. Bugungi to'yning eng asl insonlari, yaxshi bir niyatlardagi qadrdon insonlarimizni sahna markazimizga lutfan chorlagan bo'lardik. Qani aytdik, bugun Oydin ayamizning 75 yosh tavallud ayyomlari ekan. Bugun aziz insonlarimiz Hamroqul tog'amiz tashrif buyurgan, qolaversa Quvonliq og'amiz ham tashrif buyurgan hamda eng aziz jiyanlari sanalgan O'tkir va Dilorom opamiz ham tashrif buyurgan azizlar. Keling, yuqorida nomlari zikr etilgan aziz insonlarimizda yaxshi niyatlari dasturiga lutfan chorlaymiz. Marhamat aziz tog'ajonlarimizda, Rahmatov Hamroqul tog'amizda, O'tkir va Dilorom opamiz hamda Quvonliq og'alarimizda yaxshi kun niyatlari uchun sahnamizga lutfan chorlaymiz. Tilaklar ichida izlab topganim Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchi Allohdan bugun sizdek insonlardan ko'proq yaratsin deymiz. Diydor niyatlar sharaf. Ayolga konfetma, shakar yoki bol, bolandan topnisa yo'q dedi ayol. Yana so'radilar aytgan yashirmay, eng xushbo'y gul qaysi atir gul lola. Bir lahzada bo'ldi jahon o'ylamay, eng xushbo'y xilqat bu shubhasiz bola. Ayol borki bari qiladi orzu, uy, boylik, taqinchoq, pari jamoli. Qay birini xohlaysiz? Kanalimizding aziz onajonlari omon bo'lsin deymiz. Bugun Oydin ayamizning tavallud ayyomlari. Eng qadrli, eng aziz ukajonlari tashrif buyurgan, qolaversa eng qadrdon jigarlari tashrif buyurgan. Dilorom opa marhamat, keling, sizning intizorlik bilan kutmoqdamiz. Ko'z demasini xush ko'rdik, diydor sharaf. Qani yaqinroq turib olinglar, chiroyli niyatlarimizdan tinglaymiz, marhamat. Assalomu alaykum. Shu opam 75 yoshga ega. Xudoga umidli yaxshi yashaydi. Allohning hurmatiga. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hamma yaxshi yashaydi. Assalomu alaykum. Hurmatli xudolar, hurmatli mehmonlar, hurmatli xudoandalar. Mana bugun yaxshi kuniga Umar bir xonadonda 5-6 farzand voyaga yetkazib, mana Hadima kecha yoshini bir qarasang 75 yosh urib. Nima deymiz, yana bir 75 yosh ko'rsin, umr uzoq bo'lsin, akamlik qilmagan ishlarini yangi davom etsin. Yana bir bor oilam nomidan, o'g'aylar nomidan alangalik tabriklaymiz. Umr uzoq bo'lsin. Yana bir bor qo'lingizga ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Umr uzoq bo'lsin, bolachaqang boshqa omon bo'lsin. Mayli, mana yaxshimi yomonmi o'sha dasturga qo'yilgan qizil dasturxon. Bemalol tortinmay olinglar. Kamchilik bo'lsa, ana aytsanglar o'qib qo'yib beraman. Mayli, so'zimni gapiraman. Mana. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbon. Mana bugun xolajonimning bugun tavallud topgan kuni ekan. Tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Alloh qancha umr bersa, o'sha umrda xursandchilikda, bolalarning rohatida, nevaralarning rohatida, chevaralarning rohatida, to'ylarda, yaxshi kunlarda o'ynab kulib o'tkazishlik nasib etsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Doim xursandchilik kuningizga sherik bo'lib yuraylik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. So'z berganlaringiz uchun rahmat.
Salomat bo'linglar, rahmat azizlar. Maestro muzika oqshom davom etadi azizlar. Marhamat. Diydor sharam, niyatlar sharam, eng qadrlilar, eng aziz tilaklar uchun hamisha salomat bo'lsin. Hurmatli do'stlar, hozir kichkinagina bir yuqorida ko'rgan bo'lsangiz, ajoyib televizorda videorolik tayyorlangan. Ushbu jarayonni ham siz va biz birgalikda mazza qilib o'tkazishga harakat qilamiz. Asl to'ylar maskani ofitsiant yigitlarga murojaat qilib qolgan bo'lardik. Iltimos, bugungi tantanamiz chiroqlarini o'chirib berishligini hamda ushbu videorolikni qo'yib berishligini so'ragan bo'lardik. Albatta to'y egalaridan ushbu jarayonda siz va biz mazza qilib eng aziz onajonimizdan chiroyli niyatlardagi o'tgan eng chiroyli kunlarni ajoyib tasvirga tushirganmiz azizlar. Keling ushbu jarayonni siz va biz birgalikda o'tkazib olishga harakat qilamiz. Qumri opa, marhamat. Aziz opajonimiz bugun eng aziz onajonlarga dargan chiroyli video rolik jarayonini sizlarga taqdim etamiz. Marhamat azizlar. Marhamat. Asl iltimos yigitlar bo'ldi. Salat to'shib bugungi bayram barchangizga bir bora to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Navbatda san'atkorlar jamoasiga beramiz hamda barchangizga eng yorqin taronalardan bahramand bo'lishga chorlaymiz. Marhamat azizlar. Podamy turbidaję.
yashayan jonim Tillo zanjiring sari Dardima bo'lar nolim Menga anjuring sari Maya yo'qolish mumkin Qalbingda bor anjuring Hamma yo'lda ochilsin qalbing zulm zanjiring Naya bizni yondirib boqmaysan quvontirib Qora ko'z boqmana, ma'lumini aytmana Ey qora ko'z boqmana, bir gapingni aytmana Çesim geldi analarına, çıkasım geldi sularına. Çesim geldi analarına, çıkasım geldi sularına. Rahmat, salomat bo'linglar azizlar. Qani taom tortiq qilmoqda ekan, barchangizga yoqimli ishtahatanimiz, kayfiyatlar a'lo darajada bo'lacak hammalar. Bugun to'y, bugun yaxshi niyatlar, bugun yaxshi bir tilaklar dasturi e'lon qilinadigan kun. Aziz Oybin onajonimizni sahna markazimizga lutfan chorlagan bo'ladi. Keling aziz onajon. Charchamadingiz, menimcha. Hech ham charchamang. 75 yosh bu kichik yosh emas albatta. Xudoga shukr, farzandlaringiz ko'p, nevaralaringiz ko'p, hammasi sog'lom, baquvvat, elda xizmatida yurgan insonlar. Keling qani, bugun sizni xalq niyat qilib chaqirgansiz, xalqni, to'g'rimi? Bugun albatta mana shunday tavallud ayonda, chiroyli to'y dastaxonida osh berib xalqqa yaxshi bir niyat qilgan ekansiz. Sizning tug'ilgan kuningiz 18 ga kirdingiz, menimcha. Ko'z tegmasin. Bitta chiroyli qarsak bo'lmaydi, aziz onajonimiz. Deyapman, ko'z tegmasin deymiz. Keling aziz onajon, buylarning shirin niyati yaxshi. Oylar to'rlamasa tunlar qarodir, hattoki yulduzlar motam saroda. Bir sizning nomingiz qalbim aroda, men sizga shundayin oshqman ona. Sizsiz abgor bo'lar bolangiz xola. So'zmay to'xtab qolar umrning soli. Suvsiz yasholmagan baliq misoli. Men sizga shundayin oshqman ona. Dunyoning sevgisi yig'ilganda ham Dilga ishqimning zarrasidan kam. Ozorlar bermas
Bilmasdan chektirmasdan g'am, men sizga shundayin oshiqman onam. Aziz Oydin onajon, bugun eng yaxshi ko'rgan ne'matingiz farzandlaringiz bo'lsa kerak, to'g'rimi? Barakalar manzilchilik bo'lgan nabiralar soni nechta? Kursda savol-o'tda nabirajon, shu chevarajon bo'lgan azizlar. Bitta qarsak bo'lsa azizlarimizga. Ayolga berdilar bugun bir savol tug'dirdi, eng totli aytgich darhol. Novvodmi, konfetmi, shakar yoki bola? Bolamdan totlisi yo'q dedi ayol. Yana so'radilar, aytgan yashirmay, eng xushbo'y gul qaysi atirgul lola? Bir lahzada bitta javob o'ylamay, eng xushbo'y xilqat bo'shqasiz bo'la. Ayol borki bari qiladi orzu, uy, boylik, taqinchoq, pari jamoli. Pari bilan xohlaysan, ayt sekin dedi, menga kifoyada bolam jamola. Aytmoqda, eng yilroz qarsaklar maestro, davom etamiz oqshom, asi to'ylar maskanida davom etadi. Eng aziz onajon, Shimashqon dunyoning bitta dunyodan ham afzal so'zi, devona qilurman dardman daryona, bir tomchi yosh ilinamlansa ko'za. Ko'rib qo'ysang barcha shoir deganna, sharlarni baland tog'ning tog'iga, 10 mingta majnun ham nima bo'libdi? Arzimas sochining bitta oqi Zamzamdan afzal bilaman. Bilsam o'zi tirik ma'budga onam, aslida mehrdan dunyoda bo'libman. Nurdayin pok oppoq Ka'baga onam, men esa Ka'ba izlab yuribman. Oydin aya, bugungi tavallud ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Hamisha farzandlaringiz ardog'ida, nabiralar niyatida to'y qiling, samimiyat uchun omon bo'ling. Marhamat maestro, davom etamiz. Barchangizga o'xshagan bir muborak bo'lsin deymiz. Hurmatli mehmonlar
Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi ogohlantirdi. Bugungi to'ylar muborak bo'lsin. Taklif etamiz. Oydin ayamizning tavallud ayyomlari qolaversa sanobar kelinoyimizga atalgan lacha kiydirish marosimlari bor. Ya'ni kim momolardan qolgan urf-odat, ya'ni kim yuzga kirgan ajoyib momo bo'lsin deya lacha kiydirish marosimlarini ham o'tkazib olaylik. Hurmatli do'stlar, agar ijozat bersangiz ushbu jarayonni ham siz va biz birgalikda mazza qilib o'tkazib olamiz. Marhamat, eng aziz yangi jonimiz sanalgan sanobar kelinoyimizni kutib olamiz. Marhamat azizlar, yaxshi niyatlardagi lachak marosimiga navbat. Sanabar ülke ve kuançlı yüz gelir bunda olsa bir şey var sizin aydın atasızın ömrünüz uzak olsun.
olsun, yeriniz sağ olsun. Allah'ın bergen ömrünü yaşayabiliriz. Sanalarga kelsek, sanalar bizim kasipkeslerimizin içinde bir mehnatçı var, ibalı, bir kamtarlı, sonray bir aldığına ege olan kasipkeslerimizden biri. Осы kasipkesimizin uyinde otbasında arkadaşlarımız toyuna dep keleyip, jugurip jelip tapqanı toyga buyursun. Siz bizden memnun olsun. Arkadaşlarımızın toylar осы жерде отырған қара көздердің бәріне жұғысты болсын. Ya, осы kasipkeslerimizin атынан азырақ болса да сыйлығымыз бар, соны саналап қарсы аламыз. Salomat bo'linglar azizlar. Ikkinchi umumyurtda ta'lim maktabi jamoasida xush ko'rdik deymiz. Maestro marhamat. Davom eting. Salomat bo'linglar. Eng ajoyib bo'ling. Diydorsharim, niyatlarsharim azizlar. Xush ko'rdik yana bir bora barchangizda. Oqshom eng yaxshi bir niyatlar dasturi bilan davom etadi. Marhamat, Oydin ayamizning sahnamizga chorlaymiz. Ayajon, to'g'rimi? Qo'shilasizlarmi? Bitta qarsak bo'lsa, aziz onajonimizga kurs deyapsiz sizga. Siz hali futbol o'ynasangiz ham bo'lar ekan-a? O'zingiz o'ynab turasizmi? Futbol o'ynab turasizmi deyman. Har kuni esdan saqlab qo'yinglar. Har kuni zaryad qilar ekan. Badan tarbiya albatta salomatlik uchun kerak, to'g'rimi? Sog', yaxshi bir niyatlar muborak bo'lsin deymiz. Oydin aya, sizga kichikgina bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Nechta kelinjonlaringiz bor? 3 ta. Xizmatingizni doim qiladimi? Yaxshi, bitta qizim bor, yosh kelinim ham yaxshi. Qizlarni ko'proq yaxshi ko'rasizmi, kelinlarni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Bunday bo'laman. Yo'q, xizmat qiladigan ko'proq yo'qsa kerak sizga. Ha, shunday. Meni momom aytardi-da. Ish qilmagan odam menga yoqmasdi deb aytardi. Shuning uchun ish qiladigan kelinjonlarni yaxshi ko'rsangiz kerak. Hammasini yaxshi ko'ring. Ilohim ko'z tegmasin. Hozir sahnaga eng aziz kelinjonlarni taklif etamiz. Nabira kelinjonlar bilan qolaversa, eng qadrli aziz kelinjonlarni ham sahnamizga chorlaymiz. Marhamat, kelinjonlar, kelinglar aziz. Savol bilan murojaat qilmoqchiman siz azizlarga. Kichkina bir savol, aynan opa-singillarga. Qaynona siz uchun kim azizlar? Keling bir shu savolga javob topaylik. Qaynona. Ona, u sizlar uchun kim qaynona? Mehribonmi? Kecha o'zingizni onangizni ko'rmasangiz kerak. Qaynonangizni. Sizlar uchun kim qaynona? Ona, voy, ko'z kelmasan, onam, mehribon onam. Ana endi shu savolga javob topamiz birgalikda azizlar. Keling, qaynona bu o'sha sizni sevgan yoringizni dunyoga keltirgan ayol. Qaynona bu yillab to'y qilaman deb farzandlaridan rizqini qiyib, pul to'plab, sarboy yiqqan ayol. To'g'rimi? Qaynona sizni kelar qilib tushirgunicha aziz kelinjon.
Davralarni turida yo'q-ki, bosimlarni surida yo'q-ki, davralarni turida yo'q-ki, bosimlarni surida yo'q-ki, ko'kshoy ichib bedanasin sayratib, ko'kshoy ichib bedanasin sayratib, o'ltirdi surida yo'q-ki, bosimlarni surida yo'q-ki. Basımlarını surda yo'q-ki, davralarni turida yo'q-ki, basımlarni surda yo'q-ki. Demak senga kechalaring begona, muhabbatda saqlash bo'lgan devona. Demak senga kechalaring begona, muhabbatda saqlash bo'lgan devona. Go'zallarim jonidek parvona, go'zallarim jonidek parvona. Davralarni turida yo'q-ki, bosimlarni surida yo'q-ki, davralarni turida yo'q-ki, bosimlarni surida yo'q-ki. Davralar turida yo'q-ki, bosimlarni surida yo'q-ki. Davralarni turida yo'q-ki, bosimlarni yo'q-ki, bosimlarni surida yo'q-ki.
bugungi davramizda eng ezgu niyati bilan tashrif buyurgan qadrli insonimiz, ya'niki bugun to'y shodiyonasida eng qadrdon, eng aziz amagijonimiz sanalgan, yaxshi bir niyatlar bilan tashrif buyurgan Saidov Ibrohim otamizni davra markazimizga chorlagan holda bugungi to'y dasturxoniga faqat fotiha so'raymiz. Marhamat aziz oqsoqollar, keling. Keling, oydinaya keling, marhamat bugungi to'y dasturxoni uchun fotiha so'raymiz oqsoqolimizdan, marhamat. Rahmat maestro. Ravshan. Ha, Ravshan. Hurmatli mehmonlar. Hurmatli mana shu ta'sir qilgan. Hozir xonadondan yaxshi uyimizni og'ayin, qaraxatlarimiz, mana shu to'yxonani egasidan Dahanga o'shani birgalikda xizmat qilayotgan barcha kishilariga shu Umar nomidan katta rahmat aytamiz. Xizmat qilyapti. Rahmat, barakat olsun. Topgan tuqqani borku, mana shunday bir to'yxonalarga buyursin. Eğer qolaversa, o'g'illar sal kamayapti. Hurmat qilanlar o'tiribdi, hurmat qilanlar qorin to'g'izib uyga jo'nayapti. Endi bir joyga bir kelgandan keyin kelganimizda 75 yoshli yubileyini tabriklayman. Oila nomidan, bola-chaqam, chevlar nomidan o'tan qilaman. Anga akamni shuni davom ettiring. Yana yoshlikka yosh qo'shilib, mana shu bolalarni joy-joyiga qo'yib, devorlar yuzini ko'ryapti. Endi mana kami xalqni oldida o'tdi. Xalq sinayapti, boshqa nimalarni sinab ko'ryapti. Barisi yaxshi, nazardan ochiq bugun. Bizni Jolg'onlar oilasida hech qanday shunday kam bo'lmagan. Bundan ham ziyoda bo'lsin. Xudo nasib ko'payaversin. Hamisha borku, sizga sog'lik tilayman. Umurjon Ravshanjon, mana shu oyinga aytgani qilib, qancha ota-onani duoni olsang, shuncha umring uzoq bo'ladi. Ishing o'ngdan keladi. Endi keladigan bo'lsang, bu yerda uy bo'ladi. Shuning uchun bitta yaxshi, bitta fotiha qiladi. Amin. Xalq sog' bo'lsin. Yana bir bor yangamni 70 yosh qutlug' bo'lsin. Hamisha shu Jolg'onlar xonadonlarida harfi yaxshi qilib aramas. O'zingiz bilan o'zim nevara, chevara ko'rib, uni o'zim yuraman. Charchamang. Amin. Rahmat, salomat bo'linglar. Ko'z tegmasin azizlar. Yana bir bora faqatgina to'y dasturxoniga fotiha so'radik. O'yin kulgu hali davom etadi. Qachon siz ruxsat bersangiz, biz ketishimiz mumkin. Qaniylikda tong otguncha to'y bo'ladi azizlar. Ketdik, davom etamiz maestro. Bemalol o'tirib olishlaringiz mumkin. O'tib ketdi og'ir kunlarim. Qarang, zo'r bo'lib ketdim. Tishlagani nonim yo'q edi. Qornim ochuv, ko'nglim to'q edi. Xudo berdi omadim keldi. Ona, qarang zo'r bo'lib ketdim. Sevganimda kuldi qalam qurosh. Siz borimga qildingiz bardosh. Endi ko'rmay ko'zingizda yosh. Ona qarang, zo'r bo'lib ketdim. Piyodamas, jidda yuribman. Do'stlar uchun zo'rman, zo'raman. Balki Xudo suygan bandaman. Ona qarang, zo'r bo'lib ketdim. Bugun eng aziz zo'r onajonimiz sanalgan Oydin ayamizning tavallud ayyomi bilan yana bir bora eng pozitiv kayfiyatda qarsaklarning eng zo'rini chalib qo'ydik azizlar. Voy bitta qarsak bo'lsa onajonimizga
Charchadinglarmi? Ketaylikmi? Bo'lmasa ketamiz. Unchalik azizlar. To'g'rimi? Kayfiyatni ko'tarib, mazza qilib o'tiramiz endi. Diydor shirin, niyatlar shirin. Eng yaxshisini sizga ilinamiz azizlar. Eng zo'rini ham sizga ilinamiz. Marhamat barchangizni eng chiroyli zo'r qo'shiqlarga taklif etamiz. Mazza qilib o'ynang, kuling. Bugungi kun ertaga tarixga aylanadi. To'ylar uchun, eng yaxshi niyat uchun hamisha omon bo'ling. Maestro.